Hafta savdoda sizlar uchun arzon narxga yaxshi Damas mashinasi 2024-yil 70 ming kilometr masofani bosayotgan ukalar. Mashina kraskalari top-toza, mashinaga qimmat ledlar qo'yilgan, yangi yumshoq balolig'icha ham qo'yilgan. Salon holatlarini ham ko'rishingiz mumkin. Evo tashalgan, chexollargacha ham qo'yib qo'yishibdi, pollargacha ham solingan. Magnetofon kolonka 70 ming kilometr masofani bosayotdi ukalar. Mashinaning motorlari ham soatda ishlab turibdi. Pollarni shumkalargacha ham qildirib qo'yishgan, temir gaz balon uстановка bo'lgan. Motor, korobka, ходовой zadnimoz qismlarida hech qanaqa muammolar yo'q. O'zingiz uchun bir qator tekshirtirib, prerka qildirib olasizlar. Kraskalar top-toza ukalar. Mana shu yerda kichkina rixtobga qilingan joyi bor ekan. O'zingiz uchun bir qator polni tekshirtirib, prerka qildirib olasizlar. Biz ham egalaridan olingan ma'lumotni to'lig'icha sizlarga yetkazib beramiz. Qolgan ma'lumotni o'zlaridan olishingiz mumkin. Asosiysi ukalar narxi shkarant narx bo'ldi. $6750 baholandi 2024, 70 ming probekda yurgan minishga tayyor Damas mashinasi.